shunaqa огороди katta birinchi etajdan uy topib bering deyotganligi zo'r evatimizda chiqqan. Yunusobod 3-kvartaldan 4 xona birinchi etaj uyimiz, ham огороди ham bor. Mana огородlarni ham mashina o'tmaydi, ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu birinchi etaj uyimiz, mana chiroyli qilib remont qilib qo'yishibdi mana. Xo'p, sразу obzorni boshlab ketamiz. Bu yog'imizda oshxona qismi bo'lyapti. Oshxonasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mebellarni, kerakli mebel hammasini qo'yib ketishgan mana. Xo'p, bu yoqdan kelamiz. Hop, bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. O'zini stroyli mebellarni ham qo'yib ketishgan bu yoqga. Bu yoq oynasini ham qo'yib beramiz deyshti. Hop, bu yog'imizda tualet mana. O'zini bo'ladigan anaqalari ham bor ekan. Hop, bu yog'imizda vannamiz mana. Vannalarga mana kerakli narsalar hammasini qo'yib ketishgan ekan. Bu uyimizda fransuskiy planirovka bo'ladi. Mana zal katta bo'ladi mana. Zalni ko'rsangiz bo'ladi. Mana chiroyli qilib remont qilib qo'yishibdi. Lyustralarga o'zingizlar baho berasizlar. To'g'rimizda bitta spalniya xonamiz bo'lyapti. Mana spalniyalarni ham hammasi kerakli narsalar qilib qo'yilgan. O'ng qo'limizda detskiy xonamiz bo'lyapti mana. Bu yog'imizda yana bitta spalniya xonamiz. Mana bu lyustrasi ham boshqacha ekan. Qarang, patliga yangicha lyustra chiqib ketyapti. Xo'p, bu uyimizning narxini 125 ming deb so'rashyapti. Ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunaqa огороди katta birinchi etajdan olayotgan tanishlik tashab qo'yinglar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shishga ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.